Alloh taolo aytadi: "Bandam, sen men uchun men xohlagandek bo'lgin, men ham sen uchun sen xohlagandek bo'laman. Senga nima foydali ekanini menga gapirma. Sen ham xohlaysan, men ham xohlayman. Agar sen men xohlagan ishda menga taslim bo'lsang, sen istagan ishingda men senga kifoya qilaman. Men aytganda qabul deyapti. Qolgan ishini meni zimmamga yuklab qo'y deyapti. Tushunarlimi? Tavakkal qildik bo'lmadi-yu desa, sen Alloh xohlaganda qilib bo'lmading shu ishda. Tavakkaldan avval sababini ham qilish kerak edi. Ana, sababni qilib turib tavakkal qiladi, Alloh aytganda qilib bo'lding shunda. Endi shu Alloh nima qiladi shunda senga? Mushkulingni hal qilib berar edi. Davomini o'qiymiz. Agar men xohlagan ishda menga taslim bo'lmasang, sen xohlayotgan ishda seni mashaqqatga solib qo'yaman. So'ngra faqatgina men istagan narsa bo'ladi. Go'zalligini qarang, bu hadis qudsi edi.